Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan manti tansiq taomni tayyorlaymiz. Hozir men oyim bilan bu ovqatni tayyorladim. Bu yoqda biza kartoshka va go'sht, piyozlarni to'g'rab olamiz. Mana do'stlar, mana shunaqa dumaloq kartoshkalarimizni avval ustidan bo'lib, keyin yupqa qilib kesib olamiz. Keyin esa kubik shaklda kesamiz. Oyim go'shtlarni kesib bo'lgandan keyin endi piyozga o'tdilar. Men hali kartoshka to'g'rayapman. Mana do'stlar, va nihoyat hammasini to'g'rab bo'ldik va endi suv olamiz va uni gazga qo'yib, endi xamir yoyishni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana xamirimizni shunaqa katta qilib yoyib olamiz va shunaqa shaklga keltiramiz. Kesib olamiz. Endi nachinkalarimizni shunaqa aralashtirib olamiz va ichiga qo'yib tugamiz. Shunaqa shaklda tugamiz. Endi do'stlar, idishlarni yog'lab, mantilarni shunaqa terib olamiz. Mana men bitta qarab turmasdan oyimga yordamlashib bordim. Oyim yana ikkinchi xamirni yoyib oldilar va yana kesib, yana qo'ydilar. Orada men shunaqa mantilarni ham qilib tashladik va uni gazga qo'ydik. U 45 minutdan keyin pishib chiqadi.
Endi do'stlar, mana shunaqa oppoqqina achchiqqina piyozlarimizni yuvib qaqib to'g'rab olamiz va ustiga patli valarni tayyorlashimiz uchun kerak. Mana hammasini kesib oldik va endi buni qizib turgan skоворodkaga solib olamiz va buni qovurib olamiz. Oradan bunaqa idishlar turmasligi uchun yuvib olamiz. Keyin piyozimizni yana kovlab qo'yamiz. Keyin esa 2 qoshiq tomat solib olamiz va kovlab suv quyib olamiz. Tomat qo'shgandan keyin shunaqa qilib yaxshilab kovlab turamiz. Qip-qizil bo'lguncha kovlaymiz. Suv quyganimizdan keyin ichiga shunaqa qand sovuramiz. Qand tomatni achchig'ini oladi. Endi stollarni tozalab, kechki ovqatga tayyorlanamiz. Mana mantilarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi Adajon kelib, tansiq ovqatlarimizga hayron bo'ladilar. Mana mantilarimizni suzib oldik. Hammaga yoqimli ishtaha.